Assalomu alaykum. Agar sizlar Temur Bolat homiylarga podpiska bosgan bo'lsanglar 20 million bermoqchiman. Agar qaranglar oxirgi 10 ta videomda hatto 3 ta donasiga like bosgan bo'lsangiz 100 dollar beraman. Ushab turib. Men siz ushab turing. Pullar agar sizlar bilan ketadi 100%. Gapga javob bering, tekshiraman. Tekshiramiz-da. Fikim demayman. Fikim mana 200 mingga yaqin bo'libdi, qaranglar. Ancha menga podpiska bo'lgan, to'g'rimi? Podpiska bo'lgan, gap bo'lishi kerak. Homiylarimizga podpiska bosganimiz uchun bu 20 million pul yutug'ini sizga shundoq berib yuboraman. Afsus, bir donasiga ham podpiska bosmagansiz. Mayli, men like uchun ham pul beraman. Agar 3 ta dona, oxirgi 10 ta videoni 3 tasiga like bosgan bo'lsangiz 100 dollar beraman. Qarang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bittasiga ham bosilmagan. 3 ta dona like uchun berardik. Qarang, hozir bizda yengil chiqib to'xting. Istoriyalar uchun. Yo'q, oxirgi 10 ta video. Tushundingizmi? Oxirgi 10 ta video. Agar prosta istoriyalarimizga kirmayapti. Istoriyalarimizda uchun ham hozir bizga pul beryapmiz 500 ming so'm. Joni hisobisan o'yinimiz haqqoniy. Hozir biz qaytamiz? Sergeli 3-chi bekatamiz do'stlar, qaranglar. Wow, gap bo'lishi bizda hozir ajoyib aksiya. Mana bizda aksiya. Kimga 100% jonli va o'zbek obunachilar kerak bo'ladigan bo'lsa, 10 mingta jonli obunachini 250 ming so'mga ko'paytirib beramiz. Eng ishonchli gift kimda? Albatta Temur Bolat imzoyim bilan do'stlar. Qaranglar, sizlarga jonli obunachi kerakmi? Shu videoga like bosinglar va kimga jonli obunachi kerak bo'lsa, Telegramda shu nomerlarga yozib yuboringlar. Qani go.